Assalomu alaykum, mehribon, go'zal aziz onajonlar. Mana biz ishdan keldik. Bugun ozroq kech qolgandim, shunga oddiyroq. Lekin bolalarim juda ham sevib iste'mol qiladigan ovqatni tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Bilasizlar, ba'zan vaqtimiz yetmay qoladi. Shu paytda eng to'g'ri yechim bu kartoshka. Kartoshkani hamyonbop, foydali, bolalar juda ham yaxshi ko'rib yeydiganligi uchun yaxshi ko'raman. Bugun men uni archdim, keyin shunaqa qilib to'g'rab tashlab, yog', tuz, keyin piyoz bilan qovurib oldim. Nimagadir o'g'lim kartoshkani o'zini qovurganni yoqtirmaydi. Shunaqa piyoz bilan dimlaganni yaxshi ko'radi. Lekin ko'p bolalar kartoshkani o'zini yaxshi ko'radi. Nimagadir o'g'lim